ham. Yeshik. Barakalloh. Xo'p, rahmat. Ruslanjon. Ha, orqadagi akalarimiz ko'rmay qoldi. Ko'rmay qolganlar diqqatiga ham ajdahoning ovozini eshitamiz. Qani ko'ramiz. Qarsiy bo'lib tursin. Ketdik. Молодец, maktabga ham ketdi. Bizni savdosi. Qani qaytarmaysan endi. Ketdik azamatim. Hay. Sharmon. Besazir bas. Hay. Yam ketdi. Barakalloh. Chekkacha. Xo'p, rahmat. O'ziga shartmas. Ovozini eshitamiz. Ruslanjon, balandroqqa. Qani. Ya qarsi yo'q, palvoy ketgan. Qani. Ana qarsi bo'lsa. Yeshik. Ana barakalloh. O'tib qoldi. Ajdarxon ovozimaz. Rahmat. Azizlar e'tibor bering. Yonib turgan alangalarni badanlariga bosib o'ynasin. Aylanib, davron aylanib, badanlariga bosib o'ynasin. Sizlardan qarsi bo'lsa polvoyigidan tomosha bo'ladi. Qani ketdik. Qo'l tarafdan boshlaysan. Qani ketdik. Ana. Yaqinroq boradi. Ana. Yeshik. Ana. Hey. Husaynjon. Rahmat. Bu tarafdagi odam emasmi? Ha, qarshi cho'mayapti bular. Kelgandan men bezilay turibdi, suzalay kelganda. Ana, o'ng tarafdan bitta qarshi bo'lsin-chi, qani. Barakalloh, ana, badanlaringga bosib o'ynaysan, qo'llaringga bosib o'ynaysan. Qani. Barakalloh. Shovul. Ana. Yeshik. Ana azamatim. Ana polvonim. Ana Rohitjon. Ana. Barakalloh, Rohit. Ana. Yeshik. Ruslanjon, qo'lim bilan bir orqaga ham bir bosib oling. Qani, chamadonni kidirib qo'ysang, ana. Chamadonni? Barakalloh, ana. Grill paydo bo'ladi. Hay, o'zingni bos. Ana, bitta qarsi bo'lsin. Xo'p, rahmat. Ye polvoyga qarsi bormi? Ana. Xo'p, rahmat. Azizlar e'tibor bering. Yonib turgan alangalarni tishlari yordamida bir o'chirib olsin. Tishlab turgan holatda bir tomoshani ko'ramiz. Qani? Ha. Like yig'adi. Ha. O'ng tarafga qarsi bo'lsin. O'ng tarafga o'chirasan, chap tarafga qarsi bo'lsa, chap tarafga o'chirasan. To'g'rimi? Xo'p, rahmat. O, chap taraf aktivni bugun, ha? Xo'p, shoshmay turinglar, chap taraf shoshmay turinglar. Xotini yo'q. Ha. O'ng tarafda bitta qarsi bo'lsin-chi? Rahmat. Chap tarafga borib o'chiraver. Chap tarafga ishni shartmi? Chap tarafga. Chap tarafga o'chirish. Qani ketdik. Qarsi bo'lsa, chap taraf. Barakalloh, aytarmaysan. Bos. Hay, shoshma. Ey, bu yoqqa ket. Kel yoqqa. Husanjon, buni hozir og'zing bilan o'chiraman deyapsan. Erta tilingni kuydirib qo'yib, hali uylanmagansan. Uylanganingdan keyin xotiningga ayajonisi yo xotinjon deya olmay, deb o'tirma yana. Hushyor bo'lasan, tilingni kuydirib qo'ymaysan. O'chirasan lekin chap tarafga borib. Qani azamatim, ketdik. Menimcha qarsi edi. Barakalloh. Yeshik. Xo'p, rahmat. Azizlar, o'yinlarni og'lashtiraman. Tobora murakkablashtirib boraman. Azizlar, bu degan joydan 2 dona san'atini ko'rsatsin. Shisha parchalari bilan bir tomosha ko'rsatib olsin. Qani ketdik. Ijalashing. Qanday joyda tutishingcha, qimirlatma. Barakalloh. Hay. Xo'p, rahmat. Parvoyiga tayyormi? O'yinlaring boshini shisha parchalari bilan bir tanishib borasan. Badas o'yinlarni og'lashtiraman, tayyormi?
Bo'ladigan yerda 2 dona soatni ko'rsatasan. Vaqtimiz oz. Bos azomatim, qani ketdik. Rahmat. Rahmat. Yeb barakalloh, bu tarafga. To'xtamaysan. Ketdik. Menimcha bo'ladi, qarshi bo'lsin. Barakalloh azomatimga. Qani. Yeb barakalloh. Qani, hayyeshik. Xo'p, rahmat. Palvon yigit. O'yinlaringni og'irlashtiraman. Tobora murakkablashtirib boraman. Ana shu holatida uzoqdan yugurib kelasan. Yugurib kelgan holatingda o'zingni 2 metr balandlikka otasan. Qaytib tushayotib, orqa badaning bilan shisha parchasiga urilasan. Ammo shisha parchasi bilan orqangni orasida gursillagan ovoz eshitilmasa hisob emas. Tayyormi? Bos azomatim, qani ketdik. Qaytarmaysan. Menimcha qarshi ikkazingni. Bo'lmasi. Xo'p, rahmat. Bu tarafiga boramiz. Ay, o'zing bos. Ketdik, Rohib Mehran. Hay, barakalloh, bitta qarshi bo'lsin. Qani. Xo'p, rahmat. Azar o'yinlarni og'irlashtiraman. Tobora murakkablashtirib boraman. Ana shu holatda e'tibor bering. Sindirilgan shisha parchalarini orqa badanlari bilan bir sindirib olsin. Sizlardan qarshi bo'lsa, Malatoy degan o'yinlarni o'ynab boradi. Qani. Xo'p, rahmat. Azar Palvon yigitni o'zini yoqtirgan o'yini bor. Ya'ni bahorda teraklarni kesamiz, chopamiz. To'g'rimi aka? Terak kesganmisiz? Aka. Terak kesganmisiz aka siz? Terak kesganmisiz? Tikka yiqiladi, ha? Kesgan paytingiz. Ana shu holatida Ruslanjon kesilgan terak misoli shisha parchasiga beli bukilmasdan shisha parchasiga tushishga harakat qilsangiz. Terak degan o'yinlari bor. Bitta qarshi bo'lsa tomoshalarni ko'ramiz. Qani yigit. Abay. Seni qiynadi, ha? Aha. Ha, nima qilmoqchisan? Ha, ko'zini ustiga chiqib keyin yiqiladi, ha, orqaga. Barakalloh. Ana, shunday do'stlar bir 5 ta bo'lsa, dushman umuman kerak yo'q. Ha. Ruslanjon, tayyormi? Azizlar e'tibor bering. Kursini ustidan orqaga terak misoli shisha parchasining orqa badani bilan urilsin. Sizlardan qarshi bo'lsa, polvon yigitdan tomosha bo'ladi. Ha! Haydarmaysan kiralar bilan. Ha. Ha. Yerga ham qulaging kelmay turibdi bu qarsakka. Qanday qarsak kerak senga? Onaxonlarim, otaxonlarim duosi bilan. Qizlar sevgisi bilan, yigitlar baqir-chaqiri bilan. Bitta qarsak bo'lsin. Qani? Ana senga qarsak, bosasa ma'lum. Ya salto emas. Terak misoli qilasan. Polvon yigit. Asali bilan qaytarmaysan azomatni. Qani ketdik. Kursini ushlab tursang, ana shu kursi ham yiqilmas edi-da. Ana. Ay. Ana aytdim-ku. Ana. Azizlar yaxshi ko'z, yaxshi nazar bilan tomosha qilamiz azizlar. E'tibor bering. Polvon yigit jonidan kechib o'ynayapti. Bitta qarshi bo'lsa ko'rib boramiz. Qani. Tayyormi? Qaytarmaysan, bo'z azomatim. Qani. Hushyor bo'l. Qani ketdik. Qaytarmaysan. Alloh deysan chiqarmaysan. Bas, Rohib. Ya bitta qarshi bo'lsin. Mana bitta qarshi karzili, bo'la. Barakalloh. Qani. 6 7 Azizlar e'tibor bering. Orqa badanda suyi bo'ladi, ammo qorin bo'shiqda suyi bo'lmaydi. Azizlar ana shu holatida qorin bo'shiqlari bilan shisha parchalari maydonga borsin. Azizlar tegirmonni toshi singari bir aylanib tomosha ko'rsatsin. Sizlardan qarshi bo'lsa, polvon yigitdan ajabo tomosha. Qani ketdik. Go'zallash. Yeb barakalloh. Ketdik. Ana Malatoy o'yinlari. Ketdik, aylanamiz. Qaytarmaysan. Yeb barakalloh.